Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi bemorimizga javob beramiz. Bemorimiz qandli diabet hamda semizlik bilan, qandli diabet bilan 10 yildan beri og'riydilar. 10 yildan ham uzoq muddatdan beri og'riydilar. Hamda bemorimiz semizlik 3-daraja. Bemorimizga Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurdilar. Bemorimizning asosiy shikoyatlari bu qon miqdori balandligi, oyoqlardagi og'riq, umumiy holsizlik, tez charchash. Bemorimizga laparoskopik usulda miyakasini shuntilash amaliyotini bajardik. Xo'p, bizgacha operatsiyada ya'ni qondagi qand miqdori 10 dan yuqori yurardi va operatsiyadan keyin hozirgi kunda qondagi qand miqdori necha bo'ldi? Bugun ertalab 5 bo'ldi. 5. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Hech qanaqa asorat qilasiz. Hammasi qisqacha o'tganini bemorimiz o'zlari aytib beradilar. Assalomu alaykum xalqim. Men Qoraqalpog'istondan Shimboy tumanidan keldim. Kelgan vaqtimda sol 11:08 ma edi qanim. Hozir Xudoga shukr 5 ga tushdi. Rahmat sizlarga dedi. Hech qiyinchilik yo'q. Har kim o'zi biladi. Qalasanglar keling, men sahardan qulasizlar tez arada. Bir soat davomida bo'lgan chiqar operatsiya. Bilasizlarimizga rahmat. Shu kelsak, sizga og'riqni yaxshilikka keling. Ko'p rahmat hammangizga bilan o'tkirga, Zuhriddin, nima medsinstra opalarga bariga rahmat. Hamsizlar tilaymiz sizlarga. Rahmat ko'p. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat. Ruxsat bersangiz qaytamiz uyga. Rahmat. Rahmat.